Aka, bilaman, ayolingizni e'zozlaysiz, ardoqlaysiz, chunki u ham birovni xasmi. Ro'za Ramazon oyida turibmiz, yaxshi oilada turibmiz. Olib bering oshxonasiga o'lsin. Yuzi puchaysin, oling, pul ketsin. Zato birovni farzandi yo'q. Maza qilib bitta narsalarni qo'yadi, idish-tovoqlarni qo'yadi. Sizga rahmat deydi, duo qilsa, o'rni 100 barobar to'lib ketadi. Aka, ayolni, ota-onani duosini oladigan oyda turibmiz. Olib bering shuni. Oylik to'lov mana qarang, aka. 205 ming so'm aka. 205 ming so'm choyxonangizga ham ketib qoladi, bilaman. Kamoliddin aka, uydan shuni bezib ketgansiz, uyga kelganingizda shirin taomlar qilib beradi. Aka, muammo yo'q. Olib bering Kamoliddin aka. Xuddi shuni bo'lib to'lashga 205 ming so'mdan qaranglar. 150 lisi, mana qarang. Prisoskalari o'zida bor. Shuni o'ziga tortib oladi. Ovqat bilan ham keyin ham siz o'ziga tortib oladi. Muammo yo'q. Xullas, liboy ko'rinishdagi mana shunaqa ko'rayotganinglar oshxona uchun zo'r shkaflar bor. Aloqaga chiqinglar. 7-24 ishlaymiz, deyolmaymiz, chunki biz hozir vaqtimiz 5 gacha og'zocharga uspet qilish kerak. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Eng zo'rini sizlarga ulashdim. Ko'rganda ko'rishguncha. Keyin ham xursand bo'lib qolgan bo'lsa, like bosib qo'yib, xo'jayinisiga jo'natib qo'ysin. Ko'rganda ko'rishguncha.